Andoq qishlog'i qarangki, 1000 yillik tarixda o'tgan avliyo Andoqiy deb nom berilgan. O'sha Andoqlik degan mazmundan iborat. Mana bu Andoq qishlog'ini 1000 yildan ilgarigi tarixga egaligidan davom etdi. Avliyolar va buyuklar tug'ilib o'sgan yurt. Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumani. Andoqsoy qishlog'i. Andoqsoy qishlog'i o'zining tarixiy shaxslari bilan bog'liq bo'lganligi bilan boshqa joylardan ajralib turadi. Qadimiy va tarixiy ahamiyatga ega maskanlardan biridir. Andoqsoy qishlog'ida 59-maktabgacha ta'lim muassasasi barpo etilgan bo'lib, Andoqsoyning jajji yoshlarga ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Andoqsoyning mana shunday jajji bolajonlari har doim mana shunaqa chiroyli milliy kiyimlarda maktablariga kelishadi. Biz ko'pchilik yoshlarga ta'lim-tarbiya bergan va juda ko'pchilik ziyoli qatlamni yetishtirib chiqargan maktab. Andoqsoy qishlog'i 83-maktab. Mana bu masjidimizning nomi Hoji Abul Hasan Andoqiy. Ya'ni mana yuqorida ziyoratgohimiz, ulug' zot, buzrugvor Hoji Abul Hasan Andoqiyni qabri maqbara qilingan holatda, chiroyli bir ko'rinishda. Hoji Abul Hasan Andoqiyga kimligiga keladigan bo'lsak, 1000 yillik tarixga ega bo'lib, Hoji Yusuf Hamadoniy rahmatulloh alayhni 4 ta buyuk xalifalaridan ikkinchisi, ya'ni Abdulla Barqiy, Hoji Abul Hasan Andoqiy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Qulhoji Ahmad Yassaviy. Meni hojibo deb aytsin deb sen bu hajga kelding. Shuning uchun mana shu gap ana shu tosh kelyapti. Shaytonga tosh otganda shayton tarafdan tosh o'ziga qaytib tegib, birodar sendan xafa bo'ldim degan. Bizning xalqimiz, mana bu Andoq xalqi nihoyatda bir mehmondo'st. Mana hozir qarasangiz juma namozimizda ham qariyb 20% mehmonlar bilan davjum va qayerlardan mehmonlar kelishib, viloyat hokimini o'sha bizda Dara degan joyimiz bor. O'sha Darada dam olish maskanlari nihoyatda jadal tashkillashtirilib, yaxshi bir ko'rinishlarga ega bo'lyapti. So'nggi yillarda Andoqsoy qishlog'i turizm salohiyatini rivojlantirish maqsadida turizm qishlog'i sifatida tanilib bormoqda. Bu yerda mehmon uylar tashkil etilib, sayyohlarga milliy urf-odatlar, an'anaviy hayot tarzi va tabiiy go'zalliklar namoyish etilmoqda. Ana endi voqealar rivojini birgalikda tomosha qilamiz.
Andoqsoyga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video uchun bizga murojaat qilib, mana shu yerga kelishimizni taklif qilgan Adham Ochilovga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizlar bilan Ishxonlik sahifasi admini bloger Elbek Shukurov va operatorimiz Berdiyorov studiyasi, qimmat video studiyasi.